Dunyo men uchun ochildi. Ammo bu har doim ham shunday bo'lmagan. Ko'p yillar davomida men davlat tizimida ishladim. Bu yopiq tizim edi va ish juda mas'uliyatli va jiddiy. Bu ish o'zining maxsus talablari va cheklovlariga ega edi. Xizmat safarlari bor edi, lekin ular erkin sayohat emas edi. Men sayohatchi sifatida emas, xodim sifatida borib kelar edim. Va afsuski, menda dunyoni erkin kashf qilish, his-tuyg'ularimni boshqalar bilan ochiqcha baham ko'rish imkoniyatim yo'q edi. Lekin vaqt o'tishi bilan barchasi o'zgara boshladi. Avval xizmatlar safarlari orqali, keyin xalqaro tashkilotlarda ishlashim davomida men tajriba orttira boshladim. Men o'zim o'rgandim, qanday qilib mehmonxonani bron qilishni, qanday qilib marshrutlarni tuzishni, qanday qilib byudjet va qulaylikni muvofiqlashtirishni va qisqa safarda ham yangi joylarni ko'rishni. Asos yillar davomida asta-sekin qurildi. Pensiyaga chiqqanimdan keyin mening sayohat haqidagi orzularim va nihoyat ro'yobga chiqa boshladi. Men o'zimga ko'proq imkoniyat berdim. Mening ilk haqiqiy mustaqil safarlarimdan biri 2 o'g'lim bilan chet elga bo'lgan sayohatim edi. Bu xizmat safari emas, bu mening shaxsiy qarorim edi. Men bir necha oy davomida marshrutlarni o'rgandim. Qadamma-qadam, soatma-soat. Aviachiptalarni o'zim sotib oldim. Hattoki reys bekor qilinganda pullarimni o'zim qaytarib oldim. Charjbek jarayonigacha yetib bordim. Qiziqsalaring bu nima ekanligini tushuntirib beraman alohida. Va men bu faoliyatim bilan faxrlanaman. Chunki o'sha paytda men tushundim. Men hammasini qila olaman. Men ko'p narsaga qodirman. Aynan shu vaqtda men kruiz sayohatlarini va Dream Trips platformasini kashf etdim o'zim uchun. Men kruizni mustaqil ravishda bron qildim, hech kimga tayanmadim va bu mening hayotimdagi eng go'zal tajribalarimdan biri bo'ldi. Men va farzandlarim baxtli edik. Bu meni birinchi kruizim edi va keyingi videolarimda men bu haqda batafsil gapirib beraman. Sayohat bu faqat mamlakatlar haqida emas. Bu ichki erkinlik haqida. Va mening yo'lim endi boshlanmoqda.